Diqqat, oila keldi, syomkani boshlaymiz. Mashalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, biz Qoraqalpog'istondamiz. Yodingizdami? Umida qizalog'imiz, qoraqalpog'istonlik yotib qolgan. Butun O'zbekistonni qalbi larzaga kelgan edi, yig'lagan edik, duo qilgan edik, ehson qilgandingiz. Subhanalloh, Allohning qudratini qarang, qizalog'imiz yurib ketdi. Alhamdulillah. Va bugun ular inshaalloh uzoq yillar davomida orzu qilib kutgan kunlarga, ya'ni uyli bo'lish kunlariga yetib keldilar. Bugun mana bu gullar ularga atalgan. Bugun biz ularga juda ham bir chiroyli ssenariy tayyorlaganmiz. Odatimizga ko'ra insonlarga manfaatli bo'lsin, insonlarga ibratli bo'lsin, ehson qilmayotganlar ehson qilsin, qalbini dunyo egallab olganlar haqiqatni ko'ra bilsinlar, bir-birlari tomon qadam bossinlar deya mana bu go'zal ssenariyni biz uyushtirganmiz azizlar. Allohdan sizga kelayotgan eslatmalarga labbay deng azizlar. Bugun ularga inshaalloh Nukusdan o'zlarini 3 xonali yangi kvartiralarni, uylarini hadya qilamiz. Hozircha hassada yuribdi qizimiz. Lekin xudo xolisa inshaalloh tez kunlarda hassani ham tashiydi. Yuribdi qizalog'imiz, qaranglar, subhanalloh. Bu mo'jiza-da bu. Mana izlar. Qarang. Bekorga ham qarang, e'tibor bering, nima uchun jamoat namoziga 27 karra ko'proq savob beriladi. Chunki jam bo'ladi. Alloh roziligini istab, bandalar jam bo'lishadi bitta nuqtada. Mana shunday biz ham bir butunga aylanishimiz kerak. Shunda muammolar yo'qqa chiqadi, Alloh rahmati yog'adi bizga. Qolaversa, kasallaringizni sadaqa bilan davolanglar deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Nafaqat bu Umida qizimizning dardlari, balki sizning ham dardlaringiz yo'qqa chiqadi. Kasallaringiz tuzaladi sadaqa va ehsonlar bilan, yaxshiliklar bilan. Mana hozir sizga ko'p ibratlar tayyorlaganmiz azizlar, e'tibor bering. Esingizda bo'lsa, bularning nomlariga biz plastik karta ochgan edik. Ehsonlar qildingiz. Bu kartada hozir deyarli pul qolmagandi. Biz u yerga 5,5 million so'm pul tashab qo'ydik va yigitlarimiz o'sha Qoraqalpog'istondagi vakillarimiz bularni olib kelganda, kartangizda 5,5 million so'm pul bor, bemalol ishlatishingiz mumkin. Bir ehsonsevar inson sizlarga ehson qilgan deya mana klinikaga kirgizib yuborishdi. Bularni biz uyushtirganmiz. Ana endi hozirgi vaziyatda ularni qiladigan jasoratlariga bir e'tibor qarating va o'zingizga savol bering. Menchi nima qilardim? Bularning mana shu hozir kartadagi pullardan boshqa pullari yo'q. Ular arenda, ijara uyda turishadi. Hattoki dori-darmoniga ham pullari yo'q bularning. Yordam beryapmiz qo'ldan kelgan. Shu dori-darmonlargacha yuboryapmiz.